Hayat eng ulug' muallim. O biz o'rgangan to'salg'ular bilan o'g'itadi. Yo'limizga chiqqan to'salg'ularni yengishning birdan-bir yo'li uning bilan yuzlashish. Ammo biz oldimizga xirislarga o'zimizni hozirlay olmadik. Hayotimizning ko'p qismini qiyinchiliklarga bahona izlab o'tkazib o'tamiz. Ba'zilarimiz buning bir xato ekanligini bilsakmi, yana nurg'unlarimiz bilmaymiz. Agar siz texshi bir bahona izlaguvchi bo'lsangiz, sizga hayotingizda o'rganishingiz kerak bo'lgan eng qimmatli 7 darsni sunaman. Pul hammaga qodir emas. Hayotimizda pul bo'lmasa bo'lmaydigan bir narsa. Ammo pul hamma narsaga qodir emas. Odatda pulning bizga bergan kuchi va erkinlik hissidan nihoyat hayajonlanamiz. Agar siz boy bo'lsangiz, pulingizning ko'pligidan har qanday ishni qila oladiganligingizni o'ylaysiz. Lekin bu yaxshi va yoki baxtli turmushga kafolatlik qila olmaydi. Siz pulingiz bilan soat setib ola olasiz, ammo vaqtni setib ola olmaysiz. Doğru setib ola olasiz, ammo sog'lomlikni setib ola olmaysiz. Kitob setib ola olasiz, ammo aql farosatni setib ola olmaysiz. Shunga hayotingizni mukammal yashashga tirishing. Orzularingizni qo'llashing va hayotdagi eng yaxshi narsalarning haqsiz ekanligini unutib qolmang. Bedeningizni asrang. Bedeningiz sizni muvaffaqiyatga yetkazadigan bir mashina. U sizning yaxshi qarashingizga ehtiyojli. Davomli chiniqish, sog'lom ozuqlanish sizning texmi ko'p energiyaga va hayotiy kuchga ega bo'lishingizga kafolatlik qildi. Chiniqish o'zingizni ko'rsatish emas, balki bedeningizning nimalarni qila oladiganligini bilib yetish. Mag'lub bo'lish yaxshi ish. Mag'lubiyat jafoliq bo'lgan har qanday cho'ng ishni qilishdan burungi tajriba. Bundaq desam, qabul qila olmasligingiz mumkin, ammo muvaffaqiyat qozonganingizda buning nihoyat to'g'ri ekanligini his qilasiz. Amaliyotda mag'lubiyat muvaffaqiyat qozonishning eng tez yo'li. Bu yo'lda mag'lubiyat sizni texmi kuchli, texmi jasur qiladi. Ichingizdagi menga quloq soling. Qiyin ahvolga duch kelgan vaqtingizda qaror berishdan burun tuyg'ungizga ishoning. Boshqalarning sizga bergan takliflariga yaxshi quloq soling. Oxirida tuyg'ungiz va ruhingiz sizga eng ishonchli javobni beradi. O'zingiz bo'ling. Hayotda hamma ishni hozirning o'zida qilmasangiz bo'lmaydigandek his qilib olmang. Cheklik vaqt ichida biz hamma ishni darhol qila olmaymiz. Shunga zehningizni markazlashtiring. Birli ishni shu vaqtning ichida o'rganib oling. Keyingi ishlarga aldirab ketmang. Unutmang, eng kuchli qurilmalar mustahkam asosdan boshlanadi. Ko'z qarashingizni o'zgartiring. Hayotdagi hamma narsa siz uchun bekli muhimdek ko'rinadi. Erishalmagan xizmatingiz, boshqalar bilan bo'lgan talash-tartishlar, telefoningizga qochilib olgan har xil programmalar. Bularning hammasi siz o'zingiz muhim o'rin qo'yib olganligingiz uchun sizga qilmasangiz bo'lmaydigan muhim ishlardek bilinadi. Hayotingizda nimaning muhim emas ekanligini tunib yetgan vaqtingizda ondan texmo ma'nilik yashay olasiz. Hamma odamni xush qila olmaysiz. Hurmatga sazovor bo'lishni orzu qilish insonning tabiatidir. Hayotingiz boshqalarning dalillashiga muhtoj bo'lib qolmasligi kerak. Sizmo hammalarning siz bilan o'xshash fikrda bo'lmaydiganligini bilishingiz lozim. Hamma odam sizni yoqtirmasimi? Hammalar sizni hurmatlamasimi? Shuni esingizda tuting. Eng muhim bo'lgani sizning o'zingizga bo'lgan hurmatingiz. Boshqalarning sizga pasib muomala qilishiga yo'l qo'ymang. Bo'lmasa, hamisha ularning keyinda mangsiz. Siz hargizmo hamma odamni xush qila olmaysiz. Shunga qalbingizga agishing. Har bir kuningizni xushal yashang.